Sen nimaga jo'natgandim? Shuni sizdan so'ragan keldim. Choyga jo'natgandim-ku. Choy bervoring. Qanaqa choy? Qora choy. Oddiy qora choy, tushundingmi? Ye, onang. Ko'k choy berar ekansiz, ko'k choy bering. Xo'p, qanaqasidan? 95, 100, 101. Mana bu 95 ko'k choy. Mana bu 110 ko'k choy. Mana bu 92 ko'k choy. Mana aka, o'zingiz tanlab oling. O'g'lingiz bor urib xit qilib-yu. Qora choy aytmovdimi mabodo? Charchab ketdim. Ha, ya. Ish gaplashdim. Ertadan ishlaysan. Maktabga formangni o'zing qilasan, tushundingmi? Xo'p. Mo'rsam kuyi nechi pul o'zi? 20 ming. 20 ming? Nima buncha qimmat? Kiyimni narxi oshibdi. Kiyim bilan mo'rsni nima aloqasi bor? Sizga aloqasi yo'q, menga aloqasi bor. Olasizmi yo'qmi? Bobaga qara. Mana de, sendek yoshlarim kamaydi. Endi ishlab uyingga pul olib borasan-da. Yo'q, kiyim olaman. Menga beribdi boba. Endi ishlab ota-onangga. Yaxshi mana bu yerga o'tir mana. O'zimga kiyim Bu olmoqchi. yoqqa o'tir. O'rsan qo'ychi. Xo'jayin, men ishdan ketmoqchiman. Nega ketyapsan? Tufliga 200 ming pul yig'ib oldim. Hozir. Allo, ha, ya. Yaxshi ishlayapsanmi? Yo'q, ishdan bo'shayapman. Nega? Tufliga 200 ming yig'ib oldim. A tufli 300 ming-ku. Yana 3 kun ishlarkanman. Shoda, ketdik maktabga. Ketdik. O'zing g'alati his qilyapsanmi? Dana, men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Anvar bilan to'p o'ynayman. Ana to'lqin alkashni o'g'lini aytyapsanmi? Uni dadasi alkash emas, suvarchik. Va unga qo'shilma, uni otasi alkash. Mani jo'ram bo'lgan yoshida, tushunyapsanmi? O'g'li ham alkash bo'ladi. Undan ko'ra Alini o'g'li Aliga qo'shil. Boba o'tman, o'tirsan, tinchligimizdan.